Bugun men juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. 7 yoshdan keyingi qo'shimcha to'lov. Ya'ni ayrim holatlarda 300 ming so'mgacha yetishi mumkin bo'lgan yordam kimlarga beriladi, kimlarga berilmaydi. Uni olish uchun qayerga murojaat qilish kerak va eng muhimi, odamlar qaysi xatolar sababli o'ziga tegishli pulni ola olmay qoladi. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobomiz yoki yoshi ulug' qarindoshimiz bor. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha sababli odam 300 ming so'mgacha bo'lgan yordamdan mahrum bo'lib qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosing, chunki men aynan oddiy odamlar tushunadigan tilda pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va to'lovlar bo'yicha muhim ma'lumotlarni tushuntirib boraman. Avvalo eng katta savoldan boshlayman. 7 yoshga kirgan har bir odamga avtomatik tarzda 300 ming so'm beriladimi? Yo'q, har doim ham bunday emas. Mana shu joyda odamlar ko'p adashadi. Kimdir 7 yoshdan oshganlarning hammasiga qo'shimcha pul berilar ekan deb eshitadi. Kimdir mahalla yozib bersa bo'ldi deb o'ylaydi. Yana kimdir pensiyam bor, demak menga berilmaydi deb umuman murojaat qilmaydi. Aslida esa masala ancha nozik. Oldin ko'p hollarda yoshi katta insonlar uchun yordamlar mahalla. Tibbiyot xulosasi yolg'izlik holati, nogironlik, parvarishga muhtojlik, oilaviy sharoit va daromadga qarab ko'rib chiqilar edi. Ya'ni yordam faqat yoshga qarab emas, holatga qarab belgilanadi. Hozir ham asosiy yondashuv shunday. Odam 7 yoshdan oshgani muhim omil, lekin bu yagona shart emas. Qo'shimcha to'lov yoki kompensatsiya odatda ijtimoiy himoyaga muhtoj, yolg'iz yashaydigan, parvarishga ehtiyoji bor, nogironligi mavjud yoki daromadi yetarli bo'lmagan keksalar uchun ko'zda tutiladi. Nima o'zgardi? Eng katta o'zgarish shundaki, davlat ijtimoiy himoyani ko'proq manzilli qilishga harakat qilyapti. Ya'ni hammani bir xil ko'raylik emas, balki haqiqatan yordamga muhtoj odamni topaylik degan tizim kuchaymoqda. Shu sababli hozir yoshi ulug' insonning faqat pasportdagi yoshi emas, uning real hayoti ham tekshiriladi. U yolg'izmi? Farzandlari bormi? Farzandlari yordam beryaptimi? Tibbiy ahvoli qanday? O'zini o'zi parvarish qila oladimi? Uyda kim bilan yashaydi? Pensiyasi qancha? Boshqa daromadi bormi? Men buni sodda qilib aytaman. 7 yoshdan keyingi 300 ming so'mgacha bo'lgan to'lovni hamma pensionerga beriladigan bonus deb emas, muayyan shartlarga tushgan keksa odamga berilishi mumkin bo'lgan ijtimoiy yordam deb tushish kerak. Endi aniqroq tushuntiraman. Birinchi navbatda 7 yoshdan oshgan yolg'iz pensionerlar bu masalaga albatta e'tibor berish kerak. Yolg'iz deganda faqat uyda bir o'zi yashash nazarda tutilishi mumkin. Lekin ayrim holatlarda hujjat va farzandlari bo'lsa ham, amalda hech kim qaror bermasa, bu ham alohida o'rganilishi kerak. Masalan, bir onaxon 73 yoshda eri vafot etgan, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda, o'zi esa yurish qiyin, doriga muhtoj, pensiyasi bor. Lekin u pensiya oziq-ovqat, kommunal to'lov, dori-darmon va shifokorga borishga yetmayapti. Mana shunday vaziyatda u mahallaga ijtimoiy himoya organiga yoki pensiya bo'limiga murojaat qilib, o'z holatini rasmiy ko'rib chiqishni so'rashi kerak. Ikkinchi toifa o'zgalar parvarishiga muhtoj keksalar. Bu juda muhim ibora. Odam 7 yoshdan oshgan, lekin o'zi yura oladi, ovqatini qiladi, dorisini vaqtida ichadi. Bozordan xarid qiladi, hujjat ishlarini o'zi bajaradi. Bunday odamning holati bir xil emas. Yana boshqa odam bor. 75 yoshda, ko'zi yaxshi ko'rmaydi. Qon bosimi doimiy yuqori, oyoqlar og'riydi. Uyda yiqilib qolish xavfi bor. Tashqariga bir o'zi chiqa olmaydi. Mana ikkinchi holatda parvarishga muhtojlik masalasi ko'tariladi. Bunda shifokor xulosasi, tibbiy ma'lumotnoma, patronaj hamshira yoki oilaviy shifokor tavsiyasi juda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan 7 yoshdan oshgan pensionerlar. Agar keksa insonda nogironlik guruhi bo'lsa, ayniqsa birinchi yoki ikkinchi guruh bo'lsa, u qo'shimcha ijtimoiy yordamlar bo'yicha albatta tekshirish kerak. Chunki ayrim to'lovlar nogironlik pensiyasi yoki yoshga doir pensiyadan tashqari alohida kompensatsiya shaklida bo'lishi mumkin. Ammo bu yerda ham bitta narsani esdan chiqarmang. Nogironligim bor, demak avtomatik 300 ming so'm tushadi degan fikr xato bo'lishi mumkin. Har bir to'lovning o'z sharti, o'z hujjati, o'z tartibi bor. 4-toifa daromadi past bo'lgan keksalar, masalan, boboning pensiyasi 800 ming so'm, onaxonning pensiyasi 900 ming so'm. Ular bir uyda yashaydi. Doriga oyiga 400-500 ming so'm ketadi. Kommunal to'lovlar, oziq-ovqat narxi bor.
farzandlarining moddiy imkoniyati cheklangan. Bunday oilalar ham ijtimoiy yordam so'rab murojaat qilishi mumkin. Lekin bu 70 yoshdan keyingi aynan 300 ming so'm to'lovga tushadimi yoki boshqa turdagi moddiy yordamga tushadimi? Buni mutasaddi tashkilotlar hujjatlar asosida aniqlaydi. Endi kimlar xavotir olmasligi yoki to'g'ri tushunishi kerak. Agar inson 70 yoshdan oshgan bo'lsa, lekin yaxshi pensiya olsa, uyida farzandlari bilan yashasa, doimiy parvarish qiladigan odam bo'lsa, tibbiy jihatdan o'zini o'zi eplay olsa, unga bunday yordam berilmasligi mumkin. Bu kamsitish emas, bu manzilli yordam tamoyili. Davlat avvalo yordamga eng muhtoj qatlamni aniqlashga harakat qiladi. Birinchi misol, 72 yoshli Mahbuba aya yolg'iz yashaydi. Eri vafot etgan, bitta qizi Rossiyada, o'g'li boshqa shaharda ijarada turadi va o'zi ham qiynaladi. Mahbuba ayaning pensiyasi 1 million 500 ming so'm. Har oy qandli diabet dorilarga 300 ming, qon bosim dorilariga 100 ming, kommunal to'lovga 200 ming atrofida pul ketadi. Oziq ovqatga juda kam pul qoladi. U yura oladi. Lekin uzoq masofaga chiqa olmaydi. Bunday vaziyatda men birinchi navbatda mahalla fuqarolar yig'iniga, ijtimoiy xodimga va oilaviy poliklinikaga murojaat qilishni tavsiya qilaman, chunki uning yolg'izligi, tibbiy holati va daromad yetishmovchiligi birgalikda ko'rib chiqilishi kerak. Ikkinchi misol, 76 yoshli Rustam ota o'g'li va kelini bilan yashaydi. Pensiyasi 1 million 500 ming so'm. O'g'li ishlaydi, kelini ham ishlaydi, uy joyi bor. Rustam ota o'zi masjidga boradi, bozorga chiqadi. Hujjatlarni o'zi rasmiylashtira oladi. U ham 70 yoshdan oshgan, albatta hurmatga loyiq. Lekin aynan parvarishga muhtoj yoki yolg'iz ijtimoiy himoyaga muhtoj sifatida ko'rilmasligi mumkin. Demak, yoshning o'zi yetarli emas. Uchinchi misol, taqvim yoshli Zaynab bu qiz bilan yashaydi. Lekin qizning o'zi ham nogiron, ishlamaydi. Zaynab bu yotoq holatiga yaqin, o'zi ovqat tayyorlay olmaydi. Hammomga kirishi uchun yordam kerak, dorilarni ham boshqalar olib berishi kerak. Pensiyasi bor, ammo parvarish xarajatlari yuqori. Mana bunday holatda 300 ming so'mgacha bo'lgan kompensatsiya, parvarish bilan bog'liq yordam yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar masalasi jiddiy ko'rib chiqilishi kerak. Bu yerda tibbiy xulosa hal qiluvchi bo'lishi mumkin. 4-misol. Avtomobil yoshli Karim ota hali ham ishlaydi yoki dehqonchilikdan daromad oladi. Uyda 2 nafar farzandi bor, avtomobili bor, sog'lig'i nisbatan yaxshi. U men ham ertamindan oshdim, menga ham 300 ming beringlar desa, rad javobi bo'lishi mumkin. Chunki bu to'lovning mantiqi yosh uchun mukofot emas, muhtojlikni yengillashtirishdir. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Odamlar qayerda adashadi? Birinchi xato, eshitgan gapga ishonib rasmiy murojaat qilmaslik. Ko'p odam qo'shnim aytdi, menga berilmas ekan, mahalladagilar baribir rad qiladi. Pensiyam bor ekan, olmayman deb o'tirib qoladi. Men har doim shuni aytaman. Sizning holatingizni faqat hujjatlar asosida rasmiy ko'rib chiqish kerak. Qo'shnining holati boshqa, sizniki boshqa. Bir xil yoshdagi ikki odamning bittasiga yordam berilishi, ikkinchiga berilmasligi mumkin. Ikkinchi xato, farzand borligi sababli avtomatik rad bo'ladi deb o'ylash. Farzandlar borligi ko'riladi, lekin hayotda hamma farzand ham yordam bera olmaydi. Kimdir ishsiz, kimdir nogiron, kimdir boshqa davlatda, kimdir o'zi ko'p farzandli. Bunday holatlar hujjat bilan izohlanishi kerak. Masalan, farzand chet elda bo'lsa, u yordam bermayotganini isbotlash qiyin bo'lishi mumkin. Lekin mahalla dalolatnomasi, qo'ni qo'shnilar ma'lumoti, ijtimoiy xodim xulosasi, oilaviy sharoit o'rganilishi yordam beradi. 3-xato, tibbiy hujjatlarni yig'maslik. Parvarishga muhtojlik og'zaki gap bilan emas, ko'pincha tibbiy ma'lumot bilan tasdiqlanadi. Oyog'im og'riydi, ko'zim yaxshi ko'rmaydi, yuragim kasal deyishning o'zi yetmasligi mumkin. Oilaviy shifokor ko'rigidan o'tish, kasallik tarixi, dori ro'yxati, nogironlik guvohnomasi zarur bo'lsa, tibbiy komissiya xulosasi kerak bo'ladi. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Odam haqiqatan qiynaladi, lekin hujjat yo'q. Hujjat bo'lmagani uchun mas'ul tashkilotlar uni rasmiy ravishda muhtoj deb tan olmaydi. 4-xato, pul miqdorini noto'g'ri tushunish. 300 ming so'mgacha degan ibora hamma aniq 300 ming bo'ladi degani emas. Gacha degani yuqori chegarani bildirishi mumkin. Kimdir 300 ming olishi mumkin, kimdir kamroq miqdor olishi mumkin. Kimdir esa boshqa turdagi yordamga yo'naltirilishi mumkin. Miqdor hududiy tartib, amaldagi qarorlar, to'lov turi, moliyalashtirish manbasi va shaxsning holatiga bog'liq bo'ladi. Shuning uchun men doim aytaman. Aniq summani bilish uchun o'z tumandagi pensiya bo'limi
inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki mahalla orqali tekshiring. 5-xato ro'yxatdan o'tgan manzil bilan real yashash joyi boshqa bo'lishi. Masalan, bu pasport bo'yicha bir mahallada ro'yxatda, lekin amalda boshqa qizning uyida yashaydi. Hujjat topshirilganda qayerda yashaydi, kim bilan yashaydi, kim qaraydi degan savollar paydo bo'ladi. Agar ro'yxat va real yashash joyi bir-biriga mos kelmasa, jarayon cho'zilishi mumkin. Bunday vaziyatda mahalla dalolatnomasi vaqtincha yashashni tasdiqlovchi ma'lumot yoki ijtimoiy xodimning o'rganish xulosasi kerak bo'lishi mumkin. 6-xato bir marta rad qilishdi, tamom deb to'xtab qolish. Rad javobi har doim ham oxirgi nuqta emas. Rad qilish sababi yozma yoki og'zaki tushuntirilishi kerak. Agar hujjat yetishmagan bo'lsa to'ldirasiz. Agar tibbiy xulosa kerak bo'lsa olasiz. Agar mahalla dalolatnomasi yo'q bo'lsa rasmiylashtirasiz. Agar siz rad javobini asossiz deb hisoblasangiz, yuqori tashkilotga murojaat qilish huquqingiz bor. 7-nozik masala pensiya miqdori. Ba'zi odamlar pensiyam bor, demak hech qanday yordam yo'q deydi. Bu ham har doim to'g'ri emas. Pensiya borligi yordamga to'sqinlik qilishi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin pensiya juda kam bo'lsa, kasallik xarajatlari katta bo'lsa, yolg'izlik yoki parvarishga muhtojlik bo'lsa, ijtimoiy yordam masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Asosiy savol, insonning real ehtiyoji qanchalik katta? 8-nuansa. Bir nechta to'lov bir vaqtda olinishi mumkinmi? Bu ham to'lov turiga bog'liq. Ba'zi yordamlar bir-biriga xalaqit qilmaydi. Ba'zilari esa bir xil maqsadga qaratilgani uchun birga berilmasligi mumkin. Masalan, nogironlik bo'yicha pensiya, yoshga doir pensiya, parvarish kompensatsiyasi, moddiy yordam, dori-darmon bo'yicha imtiyozlar alohida tartibga ega. Shu sababli men bitta nafaqa olyapman, demak boshqasi mumkin emas deb oldindan xulosa chiqarmang. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Agar siz yetimlik yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki uyingizda shunday keksa inson bo'lsa, birinchi qadam vaziyatni qog'ozga yozib chiqing. Kim yashaydi, kim qaraydi, pensiya qancha, doriga qancha ketadi? Kommunal to'lov qancha? Odam o'zi yura oladimi? Ovqat qila oladimi? Shifokorga borishi uchun yordam kerakmi? Bu oddiy yozuv keyin murojaatda juda yordam beradi. 2-qadam mahalla fuqarolar yig'iniga boring. Mahallada rais, xotin-qizlar faoli, hukm yordamchisi yoki ijtimoiy xodim orqali keksaning holati o'rganilishi mumkin. Murojaatda shunday deb yozish mumkin. Men 7 yoshdan oshgan pensionerman. Sog'lig'im va moddiy ahvolim sababli qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki parvarish bilan bog'liq to'lov olish imkoniyatimni ko'rib chiqishingizni so'rayman. Agar keksa insonning o'zi bora olmasa, yaqin qarindoshi yordam berishi mumkin. 3-qadam oilaviy poliklinikaga murojaat qiling. Shifokordan umumiy tibbiy holat bo'yicha ma'lumot oling. Agar doimiy kasalliklar bo'lsa, ularning ro'yxatini, dori-darmon tavsiyalarini, kasallik tarix ko'chirmasi so'rang. Agar parvarishga muhtojlik masalasi bo'lsa, shifokorga aniq ayting. Men o'zimni o'zim parvarish qilishda qiynalaman. Ijtimoiy yordam uchun tibbiy xulosa kerak. Shifokor sizni tegishli tartib bo'yicha yo'naltiradi. 4-qadam tuman yoki shahar pensiya bo'limi, shuningdek ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Hozir ko'plab hududlarda ijtimoiy xizmatlar inson markazlari orqali ham tashkil qilinadi. U yerda sizdan pasport yoki ID karta, pensioner guvohnomasi, pensiya miqdori bo'yicha ma'lumot, nogironlik hujjati bo'lsa guvohnoma, tibbiy ma'lumotlar, yashash joyi bo'yicha ma'lumot, oila tarkibi haqida ma'lumot so'ralishi mumkin. Hamma hududda hujjat ro'yxati bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun oldindan telefon qilib yoki borib aniqlang. 5-qadam arizani yozma topshiring. Og'zaki gaplashib qaytib ketmang. Men buni alohida ta'kidlayman. Ariza yozma bo'lsa, unga javob ham bo'lishi kerak. Arizada kimga murojaat qilayotganingiz, ism familiyangiz, manzilingiz, telefon raqamingiz, holatingiz va nimani so'rayotganingiz aniq yozilsin. Masalan, 7 yoshdan oshganim, yolg'iz yashashim, sog'lig'im sababli o'zgalar parvarishiga muhtojligim va pensiyam yetarli emasligi inobatga olinib, menga amaldagi tartibda 300 ming so'mgacha bo'lgan qo'shimcha to'lov yoki boshqa ijtimoiy yordam tayinlash masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman. 6-qadam hujjatlaringizdan nusxa olib qo'ying. Pasport, pensiya guvohnomasi, nogironlik hujjati, tibbiy ma'lumotlar, dori retseptlari, kommunal to'lov kvitansiyalari, mahalla dalolatnomasi, oila tarkibi bo'yicha ma'lumotlar nusxasi o'zingizda bo'lsin. Chunki bitta idora buni olib keling desa, siz yana boshdan yugurmaysiz. 7-qadam javobni kuting, lekin nazorat qiling.
Arizani topshirgan kunni yozib qo'ying. Kim qabul qilganini biling. Agar belgilangan muddatda javob bo'lmasa, qayta murojaat qiling. Agar rad javobi bo'lsa, sababini so'rang. Sizga mumkin emas degan umumiy gap yetarli emas. Nima uchun mumkin emas? Qaysi hujjat yetishmaydi, qaysi shartga tushmaydi. Shuni bilsangiz, keyingi qadamni to'g'ri qilasiz. 8-qadam. Agar keksa inson haqiqatan parvarishga muhtoj bo'lsa, qarovchi shaxs masalasini ham aniqlang. Ba'zi to'lovlar keksaning o'ziga emas, unga qarayotgan shaxsi kompensatsiyasi sifatida berilishi mumkin. Masalan, nabirasi yoki farzandi doimiy qaror bilan shug'ullansa, ishlay olmasa, uning ham huquqlari bo'lishi mumkin. Lekin bu ham alohida tartib bilan rasmiylashtiriladi. Qarovchi kim, u qayerda yashaydi, haqiqatan qaraydimi? Boshqa ish joyi bormi? Bular tekshirilishi mumkin. 9-qadam. Yolg'iz keksalar ro'yxatiga kiritilish masalasi so'rang. Ba'zi hududlarda yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar yoki parvarishga muhtoj fuqarolar bo'yicha alohida ro'yxatlar yuritiladi. Bu ro'yxatga kiritilish nafaqat pul to'lovi, balki uyga borib xizmat ko'rsatish, oziq-ovqat yordami, tibbiy kuzatuv, ijtimoiy xodim biriktirilishi kabi imkoniyatlarga ham yo'l ochishi mumkin. 10-qadam. Qonunchilik va miqdorlar o'zgarishini kuzatib boring. To'lov miqdori, tartibi qaysi organ tayinlashi? Hujjatlar ro'yxati vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin. Shuning uchun men har doim rasmiy manbalarga tayanishni maslahat beraman. Pensiya jamg'armasi bo'limi, Ijtimoiy himoya milliy agentligi tizimidagi markazlar, mahalla, Maypokov. Uz portali Binbilgir-tekis yoki tegishli ishonch telefonlari orqali aniqlashtiring. Internetdagi har bir xabarni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Yana bir amaliy maslahat, agar keksaning ahvoli og'ir bo'lsa, uni idorama-idora olib yurish shart bo'lmasligi mumkin. Qarindosh vakil sifatida bo'lishi, mahalla yoki ijtimoiy xodim uyga kelib holatni o'rganishi mumkin. Buning uchun murojaatda fuqaro sog'lig'i sababli shaxsan kela olmaydi. Uyga borib o'rganishingizni so'raymiz deb yozish kerak. Bu juda muhim, chunki ko'p keksalar aynan yura olmagani uchun yordamdan bexabar qoladi. Demak, 70 yoshdan keyingi 300 ming so'mgacha bo'lgan to'lov masalasida eng asosiy qoida shuki, bu har bir 70 yoshli pensionerga avtomatik beriladigan pul emas. Bu ko'pincha muhtojlik, yolg'izlik, sog'liq holati, parvarishga ehtiyoj, nogironlik va oilaviy sharoit asosida ko'rib chiqiladigan ijtimoiy yordamdir. Agar siz yoki yaqinlaringiz shunday holatda bo'lsa, kutib o'tirmang, mahallaga, poliklinikaga, pensiya bo'limiga yoki ijtimoiy xizmatlar markaziga murojaat qiling. Hujjatlarni yig'ing va arizani yozma topshiring. Agar bu mavzu sizga foydali bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Sizning hududingizda 70 yoshdan oshganlarga qanday yordamlar berilyapti? Murojaat qilganmisiz? Qanday javob olgansiz? Like bosishni unutmang. Kanalga obuna bo'ling va videoni ota-onasi, buvisi yoki bobosi bor yaqinlaringizga yuboring. Chunki ba'zan bitta to'g'ri ma'lumot keksa insonning bir oylik dori puli yoki oziq-ovqatiga katta yordam bo'lishi mumkin.